eng dahshatli, qo'rqinchli oyat qaysi deb savol berilibdi-da. U kishi aytibdilar ekanki, eng qo'rqinchli, dahshatli oyat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Eng qo'rqinchli oyat shu ekan mo'min musulmon uchun. Kimki misqol zarrachisa yaxshilik qilsa ham ko'radi ekan. O'sha misqol zarrasi bilan teng yomonlik qilsa ham Alloh ko'rsatadi uni qiyomat kuni. Mana shu qo'rqinchli narsa. Hozir ko'p kuzatamiz. Hozir sezoni kelyapti. Mashinada bunday ketyapti tursangiz, oldingizdagi mashinada marojna yeb, qog'ozni tashlab ketaveradi. Yerga tushib, aylanib, uchib yuraveradi. Yo cho'pagini tashlaydi, yo bakalashkasini irg'itib ketadi. Ayniqsa Toshkent yo'lida yuradiganlar juda ko'p shunaqa narsa kuzatsa bo'ladi. Mana shu ishni kim qiladi desa, Allohdan qo'rqmagan odam qiladi-da. Oriflar aytadiki, sen o'zing nafs bilan, shayton bilan olishaman desang, yengib qo'yadi. Egasiga ayt, egasi uni yeng beradi senga. Birovning uyiga kiryapsiz, katta bir ittiboqlab qo'ygan bo'lsa, kirsangiz u huriydi. Olishaman desangiz sizni qopib olishi mumkin. Egasiga aytsangiz sus deydi, o'sha vaqtda susadi. Shuning uchun nafsni yengishni yoki shaytonni yengishni birinchi yo'li o'zini quvvatidan voz kechib, Allohning quvvatiga tayanish. Alloh ismini ko'p aytish qalbni poklaydi, insonning axloqini poklaydi, qalbini nurafshon qiladi, nurga to'ldiradi, vujudini muborak qiladi. Hatto ulamolar aytadiki, zikri ko'p bo'lgan kishining tanasidan bakteriyalar qurib ketadi deydi. Shunday kishilarning tanasi yerda chirimaydi, chunki yerga qo'yilgan paytda tanani ichidan bakteriya chiqib uni shiritadi o'zi asli. O'shalar